OLXga qo'ygan e'lonimizni qanaqa qilib olib tashlaymiz? Buning uchun profilimizga o'tishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu yerdan объявление, ya'ni e'lonlar bo'limiga o'tamiz. Bizda birinchi bo'limda faol e'lonlar turadi. Hozir menda ikkita e'lon turibdi. Misol uchun ikkinchi e'lonni OLXdan olib tashlamoqchiman. Bu yerdan deaktivirovать knopkasini bosamiz. Endi bu yerdan haqiqatdan muvaffaqiyatli bo'ldim e'lonimiz deyapti. O'tkazib yuboramiz yoki savoliga javob berib variantlarni tanlaymiz. OK, понятно bosamiz. Mana e'lonimiz ko'rinmay qoldi. Endi e'lonimiz qayerga borib tushdi degan savol bor. Mana bu yerda neaktivniy bo'limida faolsizlashtirilgan e'lonlar turadi. Mana bular deaktivatsiya bo'lgan e'lonlar. Bularni yana qaytadan aktivirovat qilsak bo'ladi. Agar bu e'lonni butunlay profilimizdan o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, mana bu yerdan удалить tugmasini bosamiz va e'lonimiz butunlay o'chib ketadi. Mana bu yerda aktivirovat tugmasini bosib, e'lonimizni yana qayta OLXga qo'ysak bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar OLX bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldiring. Unga ham alohida video qilishga harakat qilaman. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha